tushuntirib beraman. Mana bu loviyaga o'xshab turgan pochka, buyrakimiz. Buyuragimiz ichidagi mana bu qoralari bu suyuqlik. Ya'ni siz hali yoshsiz, endi 20 dan o'tgan bolasiz. Agar mabodo bu narsa tug'ma bo'lsa, allaqachon pochka yemirib tashlangan bo'lardi. Sizda hozir tosh ko'chganda yo'lingizni bekitib qo'ygan. Siydik chiqarish yo'lida mana bu nayi. Siydik chiqarish yo'lingizni sal to'siq bo'lganligi uchun chiqishi kerak bo'lgan suyuqlik pochkani buyrakning ichida to'planib qolyapti. O'sha toshingizni hozir men uni ham ko'rsataman. Toshingizdan sal o'tishga imkoniyati bor-da, suyuqlikni. Ozgina o'tyapti, lekin to'liq emas. Shuning uchun pochkani shishirib, ichida suv to'plab gidronefroz bergan. Bu uretrogidronefroz deyiladi. Borgan sari buyrakning ichida suyuqlik ortib ketaveradi, to'siq turganligi uchun. To'siqni olib tashlaysiz, suyuqlik yana oldingidek